Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. 20 million so'mlik yangi to'lovlar yo'qilg'i bo'yicha cashback va prezident tomonidan e'lon qilingan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kimlarga tegishli? Kim pul olishi mumkin? Kimga bu to'lov berilmaydi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, odamlar odatda qaysi joyda xato qiladi? Bu ma'lumot har bir oilaga, ayniqsa daromadi cheklangan, avtomobildan ish uchun foydalanadigan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki davlat yordamidan foydalanadigan fuqarolarga bevosita aloqador bo'lishi mumkin. Men bugun masalani oddiy tilda, lekin ekspert sifatida tartib bilan tushuntirib beraman. Chunki bunda yangilik chiqqanda odamlar ko'pincha faqat sarlavhani o'qiydi. 20 million so'm berilar ekan, benzin uchun cashback bo'lar ekan, hamma olar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa har bir to'lovning o'z sharti, o'z muddati, o'z ro'yxati, o'z tekshiruv tartibi bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, aynan sizga tegishlimi yo'qmi, qanday harakat qilish kerakligini aniq tushunib olasiz. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarda bir kun kechikish ham puldan, imtiyozdan yoki navbatdan quruq qolishga olib kelishi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Oddiy fuqarolar uchun davlat yordamlari ko'p hollarda alohida yo'nalishlarda berilardi. Masalan, kimdir bolalar nafaqasini oladi, kimdir moddiy yordam oladi, kimdir nogironligi sababli pensiya yoki nafaqa oladi, kimdir subsidiyaga ariza topshiradi. Transport va yo'qilg'i xarajatlari esa ko'p oilalar uchun alohida og'ir yuk bo'lib kelgan. Ayniqsa ish joyi uzoqda bo'lganlar, taksi yoki yetkazib berish xizmatida ishlaydiganlar, qishloqdan shaharga qatnaydiganlar, farzandni maktabga, shifokorga yoki reabilitatsiyaga olib boradigan ota-onalar buni juda yaxshi biladi. Yo'qilg'i narxi oshsa, bu faqat avtomobil egasiga ta'sir qilmaydi. Yo'qilg'i qimmatlashsa, mahsulot tashqi qimmatlashadi. Bozorga keladigan oziq-ovqat narxiga bosim oshadi. Xizmatlar narxi ham sekin-asta ko'tariladi. Ya'ni benzin yoki dizel narxi masalasi oxir-oqibat non, sut, sabzavot, qurilish materiali, taksi narxi. Hatto kichik do'konlardagi yetkazib berish xarajatigacha ta'sir qiladi. Shuning uchun yo'qilg'i bo'yicha cashback yoki kompensatsiya masalasi shunchaki mashinasi borlar uchun bonus emas, balki iqtisodiy bosimni yumshatish vositasi sifatida qaraladi. Endi nima o'zgardi? Yangilikning asosiy mazmuni shundan iboratki, ayrim toifadagi fuqarolar va oilalar uchun qo'shimcha to'lovlar, jumladan 5 million so'mgacha bo'lgan yordam yoki belgilangan miqdordagi to'lovlar, shuningdek yo'qilg'i xarajatlarining bir qismini qaytarish mexanizmi haqida gap ketmoqda. Bunda asosiy savol: pul hammaga beriladimi yoki faqat aniq mezonlarga tushadiganlarga? Men eng muhim joyini darhol aytaman. Odatda bunday to'lovlar hamma fuqaroga avtomatik tarzda berilmaydi. Ular ma'lum toifa, ma'lum ehtiyoj, ma'lum ro'yxat yoki ma'lum ariza asosida amalga oshiriladi. Birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bu yangilikni diqqat bilan kuzatish kerak. Agar oilangiz ijtimoiy himoya yagona reyestrida bo'lsa, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, mahallada kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda tursangiz, siz uchun qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar bo'yicha imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda juda katta farq bor. Reyestrda bor bo'lish boshqa, aynan yangi to'lov shartlariga mos kelish boshqa. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi oila bor. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Ona uyda 2 nafar bola bilan. Oilaning umumiy daromadi oyiga 3 million so'm atrofida. Ular bolalar nafaqasini oladi. Agar yangi to'lov ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun belgilangan bo'lsa, bu oila birinchi navbatda tekshiriladigan ro'yxatga tushishi mumkin. Lekin agar shartlarda faqat energiya xarajatlari oshishi sababli kompensatsiya yoki faqat ma'lum hududlarda tajriba tariqasida deyilsa, unda ular avtomatik pul olmasligi ham mumkin. Ikkinchi misol, haydovchilik orqali daromad topadigan fuqaro. Masalan, fuqaro o'z avtomobili bilan taksichilik qiladi, oyiga 6-7 million so'm tushum qiladi. Lekin shundan 2 million so'm yo'qilg'iga, 800 ming so'mi ta'mirga, 500 ming so'm kreditga ketadi. Uning real sof daromadi ko'rinayotgandan ancha kam. Agar yo'qilg'i cashback'i aynan rasmiy faoliyat yuritayotgan tashuvchilar, ya'ni litsenziya yoki o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tgan haydovchilar uchun bo'lsa, bu odam uchun cashback katta yordam bo'ladi. Masalan, oyiga 20 million so'mlik yo'qilg'i olsa va 10% cashback qaytsa, bu 1 ming so'm degani. Bir qarashda kamdek tuyuladi, lekin yiliga 1 million 800 ming so'm bo'ladi.
Agar cashback foizi yuqori yoki limit alohida belgilansa, foyda yanada sezilarli bo'ladi. Uchinchi misol. Oddiy davlat xizmatchisi yoki o'qituvchi. U har kuni tumandan shaharga qatnaydi. Avtomobil bor, lekin uni biznes uchun emas, ishga borib kelish uchun ishlatadi. Agar cashback faqat professional tashuvchilar uchun bo'lsa, u foydalana olmasligi mumkin. Agar barcha fuqarolar uchun bank kartasi orqali yo'g'li xaridida cashback mexanizmi joriy qilinsa, unda u ham foydalanadi. Shuning uchun eng muhim savol, cashback kimga beriladi? Qaysi ayoqishlarda amal qiladi? To'lov qanday usulda amalga oshirilganda qaytadi? Naqd pulda yo'qila olinsa cashback bo'ladimi yoki faqat bank kartasi ilova orqalimi? 4-misol. Nogironligi bo'lgan farzandini haftasiga bir necha marta shifoxona yoki reabilitatsiyaga olib boradigan oila. Bu oilada transport xarajati majburiy xarajat hisoblanadi. Agar yangi qo'llab-quvvatlash mexanizmi tibbiy ehtiyoj. Nogironligi bo'lgan shaxslar yoki parvarishga muhtoj fuqarolar uchun bo'lsa, bunday oila hujjatlarini tayyorlab qo'yishi kerak. Chunki ko'p hollarda yordam olish uchun shunchaki biz qiynalyapmiz deyish yetarli emas. Tibbiy ma'lumotnoma, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili, oilaviy daromad haqida ma'lumot talab qilinadi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning oilangiz daromadi yuqori bo'lsa, ijtimoiy yordam reyestrida bo'lmasangiz, avtomobilingiz shaxsiy qulaylik uchun bo'lsa, yo'qlik xarajati oilaviy byudjetingizga jiddiy bosim qilmasa, bunday to'lovlar sizga berilmasligi ehtimoli yuqori. Bu yomon degani emas. Davlat to'lovlarining maqsadi odatda eng ko'p ehtiyoj sezayotgan qatlamni qo'llab-quvvatlashdir. Shu bilan birga umumiy cashback mexanizmi joriy etilsa, daromadidan qat'i nazar barcha fuqarolar texnik shartlarni bajargan holda undan foydalanishi mumkin. 20 million so'm masalasini alohida tushunish kerak. Odamlar buni ko'pincha har bir odamga 20 million beriladi deb qabul qiladi. Aslida esa 5 million so'm bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ma'lum toifa uchun maksimal limit bo'lishi mumkin. Oilaga beriladigan miqdor bo'lishi mumkin yoki xarajatning ma'lum qismini qoplash uchun belgilangan yuqori chegara bo'lishi mumkin. Masalan, agar qarorda 50 million so'mgacha deyilsa, bu hamma 50 million oladi degani emas. Kimdir 500 ming, kimdir 1 million, kimdir to'liq 50 million olishi mumkin. Miqdor oiladagi odamlar soni, daromad, ehtiyoj turi yoki hujjat bilan tasdiqlangan xarajatlarga bog'liq bo'ladi. Endi eng xavfli joylar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq. Rasmiy manbani tekshirmasdan ishonish. Telegramda, ijtimoiy tarmoqlarda bugundan boshlab hamma 5 million oladi. Mana bu linkka kiring degan xabarlar ko'payadi. Men bunday paytda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Davlat to'lovlari uchun hech qachon begona botga bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasportingizning suratini yubormang. Agar sizdan SMS kodni so'rashsa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Ikkinchi tuzoq, ro'yxatda borligingizni tekshirmaslik. Ko'pchilik mahallaga bir marta murojaat qilgan bo'ladi. Keyin men ro'yxatdaman deb yuradi. Lekin ijtimoiy reyestrdagi holat o'zgarishi mumkin. Daromadingiz oshgan bo'lsa, oilada avtomobil yoki ko'chmas mulk haqida ma'lumot paydo bo'lgan bo'lsa, farzandning yoshi o'zgargan bo'lsa, avvalgi yordam muddati tugagan bo'lsa, siz reyestrdan chiqib ketgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har qanday yangi to'lovdan oldin maqomingizni tekshirib oling. Uchinchi muhim nuanja, avtomobil kimning nomida? Yo'qilg'i cashback'i avtomobil egasiga bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, mashinani siz haydaysiz, lekin hujjatda otangizning nomida. Agar tizim avtomobil egasini, bank kartasini va fuqarolik ma'lumotlarini solishtirsa, cashback sizga emas, egasiga chiqishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Ayniqsa taksichilik qilayotganlar, ijaraga mashina olganlar, ishonchnoma bilan yurganlar bu masalani oldindan aniqlashi kerak. 4-nuanja yo'qilg'i turi. Ba'zi dasturlarda cashback faqat benzin uchun bo'lishi mumkin. Boshqasida dizel ham qo'shiladi. Uchinchisida metan yoki propan ham kiritilishi mumkin. Agar sizning avtomobilingiz gazda yursa, lekin qarorda faqat benzin deyilsa, siz foydalana olmaysiz. Aksincha, energiya resurslari bo'yicha kengroq kompensatsiya bo'lsa, unda gaz ham hisobga olinishi mumkin. Shu sababli sarlavhani emas, rasmiy matndagi yo'qilg'i turlari degan joyni o'qish kerak. 5-nuanja, to'lov usuli. Cashback odatda naqd pulga emas, elektron to'lovga bog'lanadi. Chunki tizim xaridni ko'rish kerak, qaysi kunda, qaysi oy yo'qishda, qancha litr, qancha summa, qaysi karta yoki ilova orqali to'landi. Agar siz doim naqd pulda to'lasangiz,
tizim sizni aniqlamasligi mumkin. Shuning uchun cashbackdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, rasmiy bank kartasi, mobil ilova, fiskal chek va shaxsiy identifikatsiya masalalariga e'tibor bering. 6-nuanji limitlar. Har bir cashback dasturida limit bo'ladi. Masalan, oyiga 200 ming so'mdan oshmaydi yoki oyiga 200 litr yoqilg'igacha amal qiladi yoki faqat bir avtomobil uchun hisoblanadi. Agar siz bir oyda 5 million so'mlik yoqilg'i olsangiz ham, cashback faqat belgilangan chegaracha qaytishi mumkin. Bu davlat byudjeti yoki dastur mablag'larini adolatli taqsimlash uchun qilinadi. 7-nuanji qarzdorlik va bloklangan kartalar. Ba'zan fuqaroning bank kartasi ijro hujjatlari sababli bloklangan bo'ladi. Aliment qarzi, kredit bo'yicha undirish, jarimalar mavjud bo'ladi. Agar yangi to'lov bank kartasiga tushsa, pul darhol yechib olinishi yoki ushlab qolinishi xavfi bor. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar qo'ldan undirilmaydigan toifaga kirishi mumkin, lekin amalda buni oldindan aniqlash kerak. Agar sizda qarzdorlik bo'lsa, bankdan va tegishli tashkilotdan bu to'lov himoyalanganmi yoki yo'qmi deb so'rang. 8-nuanji ariza muddati. Ko'plab fuqarolar keyinroq boraman deb vaqtni o'tkazib yuboradi. Davlat dasturlarida esa muddatlar bo'ladi. Masalan, ariza in oy davomida qabul qilinadi, to'lovlar keyingi oyda amalga oshiriladi yoki ma'lum sanagacha hujjat topshirganlar ro'yxatga olinadi. Muddati o'tgandan keyin men bilmay qoldim deyish har doim ham yordam bermaydi. Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Prezident qarori, farmoni yoki hukumat qarori bo'lsa, uni rasmiy manbalardan ko'ring. Lexus, Prezident matbuot xizmati, hukumat portali, tegishli vazirlik yoki hokimlikning rasmiy kanallari asosiy manba bo'lishi kerak. Telegramdagi noma'lum kanaldan olingan skrinshotga qarab qaror qabul qilmang. Ikkinchi qadam, o'zingizning toifangizni aniqlang. Siz ijtimoiy reyestrdamisiz? Bolalar nafaqasi olasizmi? Moddiy yordam olasizmi? Nogironlik guruhi bormi? Taksichilik yoki boshqa transport faoliyati bilan rasmiy shug'ullanasizmi? Avtomobil o'zingizning nomingizdami? Bank kartangiz faolmi? Mana shu savollarga javob bering. Agar javoblar noaniq bo'lsa, mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, bank yoki soliq organidan aniqlik kiriting. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, JSHR, yashash manzili haqida ma'lumot, oila tarkibi, daromad haqida ma'lumot, ijtimoiy yordam olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa, tibbiy hujjat, avtomobil texnik pasporti, haydovchilik guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, agar transport faoliyati bo'lsa, o'zini o'zi band qilganlik yoki litsenziya haqidagi ma'lumot. Hamma hujjatni oldindan telefoningizga sifatli qilib suratga olib qo'ying, lekin begona odamlarga yubormang. 4-qadam, mahallaga borayotganda aniq savol bering. Pul berilar ekan, menga ham tegadimi deb emas. Men falon toifadaman, oilam falon reyestrda, avtomobilim bor, yo'qilg'i xarajatlarim bor. Yangi to'lov yoki cashback bo'yicha ariza qayerda qabul qilinadi, qanday hujjat kerak, muddat qachongacha deb so'rang. Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. 5-qadam, agar onlayn ariza bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan to'ldiring. Ism, familiya, yashash, telefon raqami, karta raqami, avtomobil raqami kabi ma'lumotlarda bitta xato ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa telefon raqami o'zingizning nomingizda bo'lishi, SMS tasdiqlash kelishi, bank kartangiz faol bo'lishi muhim. 6-qadam, yo'qilg'i cashback uchun cheklarni saqlang. Hatto tizim avtomatik ishlaydi deyilsa ham, dastlabki davrda texnik xatolar bo'lishi mumkin. Fiskal chek, bank ilovasidagi to'lov tarixi, ayoqish nomi, sana va summa keyinchalik murojaat qilishda yordam beradi. Agar cashback tushmasa, sizda dalil bo'ladi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga ilina bo'y millionni chiqarib beraman, oldindan ming tashlab bering desa ishonmang. Davlat to'lovi uchun vositachiga pul berilmaydi. Karta ochib berataman, ro'yxatga kiritaman, mahallada odamim bor degan gaplar ham xavfli. Agar yordam olish qonuniy bo'lsa, siz uni rasmiy tartibda olasiz. Agar qonuniy bo'lmasa, kimdir pul evaziga va'da bersa, bu sizni ham muammoga qo'yishi mumkin. 8-qadam, rad javobi olsangiz, sababini yozma yoki aniq shaklda so'rang. Ko'pchilik rad etilgandan keyin shunchaki qaytib ketadi. Aslida qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Qanday hujjat yetishmayapti? Qayta topshirish mumkinmi? Murojaat qilish muddati bormi deb so'rash kerak. Ba'zan rad javobi noto'g'ri ma'lumot tufayli bo'ladi. Masalan, tizimda eski daromad ko'rinadi, avtomobil noto'g'ri qayd etilgan, oila tarkibi yangilanmagan bo'ladi.
Bunday holatda ma'lumotni to'g'rilash orqali keyingi safar imkoniyat paydo bo'ladi. Oddiy odam uchun eng muhim xulosa shuki, 10 million so'm yoki yo'qilg'i keshbeki haqidagi yangilikni eshitganingizda birinchi navbatda menga tegadimi deb o'ylang, lekin darhol ishonib ketmang. To'lovning huquqiy asosi, toifasi, muddati, ariza tartibi va texnik shartlarini aniqlang. Agar shartlarga tushsangiz kechiktirmang. Agar tushmasangiz noto'g'ri yo'l bilan olishga urinmang. Bugun men sizga yangi to'lovlar va yo'qilg'i keshbeki atrofidagi eng muhim masalalarni batafsil tushuntirdim. Avval qanday edi, endi nima o'zgarishi mumkin, kimlar e'tibor berishi kerak, kimlar umidni noto'g'ri bog'lamasligi kerak. Qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va firibgarlardan qanday saqlanish zarur. Eng asosiy maslahat, rasmiy manbani tekshiring, o'z maqomingizni aniqlang, hujjatlarni tayyorlang va muddatni o'tkazib yubormang. Sizningcha 5 million so'mlik yordam va yo'qilg'i keshbeki eng avvalo kimlarga berilishi kerak? Kam ta'minlangan oilalargami, taksichilargami, qishloqdan shahar qatnovchilargami yoki nogironligi bo'lgan fuqarolarga qaraydigan oilalargami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda rasmiy tafsilotlar, ariza tartibi va aniq mezonlar bo'yicha yana tushuntirish berib boraman.